Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan Xoliddin Mahmud Jahoniy hafizahullohning Ramazonga tegishli bo'lgan kitoblardan dars qilayotgan edik. Alloh taolo nashr qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin va bilganlarimizga amal qilishga o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo qilayotgan amallarimizda va so'zlayotgan so'zlarimizda Alloh taolo o'zi ixlos bersin. Bugun Jumadus Saniydi 28-kuni. Alloh taolo hammalarimizni muborakli bo'lgan Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. Inshaalloh bugun 17-darsimizni qilamiz. Alloh taolo qilayotgan darslarimizni davomli qilsin va hammalarimizni mana bu qilayotgan darslarimiz o'zi manfaatli qilsin. O'tgangi darsligimizda tavba haqidagi mavzuni o'qigan edik. Sheyx mana bu Ramazon oyini qanday narsalar bilan kutib olinadi deb sarlavha keltirib, bunga 4 ta narsani aytgan edi. Shundan birinchisi haqiqiy tavba bilan Ramazon oyini kutib olishlik. Bunga oyat hadislarni o'tgan darsligimizda o'qigan bo'ldik. Bugungi darsimizda mana shu o'tgangi darsimiz to'xtagan joyimizdan darsimizni davom ettirib boshlaymiz. Shay bir sarlavha keltiryapti. Al-mukaththiruna min tawbati yuhibbuhum robbu jalla jalaluhu. Alloh taolo ko'p tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan sarlavha. Alloh subhanahu va taolo ko'p tavba qiluvchi insonlarni yaxshi ko'radi. Bunga bir oyatni dalil qiladi. Qala subhanahu va taolo innallohu yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Baqara surasini 222-oyati. Alloh taolo aytadiki, Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Va yana Alloh taolo mutatahhirin, o'zini pok tutgan insonlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Mana Alloh taolo yuhibbut tawwabin, tavba qiluvchi insonlarni yaxshi ko'rishligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Alloh taolo bizlarni tawwabin, tavba qiluvchilardan qilsin. Inson qachon tavbani ko'p qiladigan bo'lsa, Alloh taoloning muhabbatiga, Alloh taoloning yaxshi ko'rishiga olib boradi. Demak, tavbani ko'p qiladigan bo'lsak, Alloh taoloni mana bu oyatda zikr qilingan innallohu yuhibbut tawwabin, Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan mana bu oyatga muvofiq bo'lib, Alloh taoloni muhabbatiga erishamiz. Qachon Alloh taolo muhabbatiga erishamiz ekan? Tavbani ko'p qiladigan bo'lsak, tavvobinlardan bo'ladigan bo'lsak, Alloh taolo bizlarni yaxshi ko'radi. Fa man tahawana fi ta'ati robbik, ya man tahawana fi solah, ya man tahawana fi salatil fajr, ya man jaharta robbaka bil ma'asi, ya man atlaqta basaraka ila ma harramalloh, ya man aznabta kathiran, ud ila robbika faqad aqbala Ramazon, shahrur rahma wal maghfira wa itqun minan niran. Ey Robbisini toatlarida bee'tibor bo'lgan inson, ey namozlarda bee'tibor bo'lgan inson, ey bomdod namozida bee'tibor bo'lgan inson, ey Robbisiga ma'siyatlarni oshkor qiladigan inson, ey Robbisi harom qilgan narsalardan ko'zini tiymaydigan, ko'zini qaratadigan inson, ya'ni Alloh taolo harom qilgan narsalarga qaraydigan inson. Ya man aznabti kathiran, ey gunohni ko'p qiluvchi inson, ud ila robbik, sen Robbingga qayt. Faqat aqbala Ramazon, Ramazon oyi keldi. Shahrur rahma, rahmat oyi keldi. Val maghfira, mag'firat oyi keldi. Va itqun minan niran, jahannamdan ozod bo'ladigan oy keldi. Sheyx bir qancha so'zlarni bir eslatma qatorida keltiryapti. Mana buni ma'nolarini bir qator aytgan bo'ldik. Fa man tahawana fi ta'ati robbik, ey Robbisining toatlarida bee'tibor bo'lgan inson. Ya'ni Robbisining toatlarida bee'tibor bo'lgan inson. Alloh taolo qodir qilganchalik biroz bir sharhlaymiz. Robbisining toatlarida bee'tibor bo'lgan inson deyapti. Haqiqatan inson qachon insonda g'aflat bo'lsa, Robbisining buyruqlarida inson bee'tibor bo'ladi.
Demak, inson tavbani ko'p qiladigan bo'lsa, Alloh taolaning buyruqlarida inson bee'tibor bo'lmaydi. Demak, tavbalarni ko'paytirishimiz kerak. Alloh taolo bu buyurilgan buyruqlar, bu qaytarilgan qaytarilar, bu buyurilgan buyruqlar, bu qaytarilgan qaytarilar, bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligini bilishimiz kerak. Qachon inson mana shuni his qila olgan bo'lsa, keyin Alloh taoloning buyruqlarini inson mukammal holatda qiladi. Alloh taolo qaytargan qaytarilardan inson haqiqiy qaytadi. Qachon inson bu buyruqlar, bu qaytarilar Alloh tarafidan ekanligini bilsa. Ya man tahawanat fi solah, ey namozlarda bee'tibor bo'lgan inson deyap. Namozlarda bee'tibor bo'lgan insonlar. Namoz o'qigan insonlar ham bir qancha qismlarga bo'linadi. Ba'zi odamlar namozlarda eng mustahkam bo'lgan odamlar bo'ladi. O'zini vaqtida o'qiydi, shu huzusi bilan o'qiydi. Hamma farz, vojib, sunnat, arkonlarni mukammal qilib o'qiydi. Ba'zilar namozlarga bee'tibor bo'ladi. Namoz o'zini vaqtida o'qimaydi. Namoz vaqtini kechiktirib o'qiydi. Namozlar bir-biriga qo'shib o'qiydi. Namozlarga bee'tibor bo'lgan inson deyapti. Demak, namozlarimizda biz mustahkam bo'lishimiz kerak. Namozlarimizga qunt qo'yishimiz kerak. Mana qiyomat kunida ham eng birinchi so'raladigan amal bu namoz. Ya man tahama fi salatil fajr. Ey bomdod namoziga bee'tibor bo'lgan inson deyapti. Mana bomdod namozi bee'tibor bo'lgan inson. Bugungi kunda eng musulmonlar ichida kamchiliklari ko'p bo'lgan amallardan bittasi shu bomdod namozi. Bomdod namozida qachon biz bomdod namozida zaif bo'ladigan bo'lsak, demak qolgan amallarga buning ta'siroti bo'ladi. Bomdod namozi mustahkam bo'ladigan bo'lsa, boshqa amallarimiz jonlanadi. Ya man jaharta robbaka bil ma'as. Ey Robbisiga ochiq gunoh qilgan inson deyapti. Gunoh ikki qismga bo'linadi. Birinchisi oshkor bo'lgan gunoh, ikkinchisi maxfiy bo'lgan gunoh. Bu Alloh taolaning huzurida ikkovi barobar emas. Qachon gunoh oshkor bo'lgan bo'lsa, buni Alloh huzurida oqibat, dunyoda ham oxiratda ham buni oqibati juda ham yomon bo'ladi. Ya'ni gunohni oshkora qilgan inson. Ya man atlaqta basaraka ila ma harramalloh. Alloh harom qilgan narsalarga ko'zini qaratgan inson deyapti. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalarga ko'zini qaratgan inson. Mana bugungi kunda ommatan insonlarning ichida tarqagan narsa telefonlar. Telefonda Alloh taolo halol qilgan narsa ham bor, harom qilgan narsalar ham bor. Demak, xosatan mana shu narsaga tegishlik bugungi mesela telefon, qo'limizda telefon bor. Alloh harom qilgan narsalarga ko'zini qaratgan inson deyapti. Demak, bu telefondan biz faqat yaxshi narsalardan foydalanishimiz kerak. Shariat man qilgan narsalardan o'zimizni yiroq tutishimiz kerak. Qachon inson Alloh taolo man qilib qo'ygan narsalar qiladigan bo'lsa, buning oqibati hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Uning oqibati zarar bo'ladi. Buyurgan buyruqlarni qiladigan bo'lsak, uning oqibati yaxshi bo'ladi. Qaytargan qaytmaydigan bo'lsak, buni boshda lazzatli shiringa o'xshab tuyuladi insonga. Nafsga yoqadi, shayton chiroyli ko'rsatadi, lekin oxiri yaxshi bo'lmaydi. Mana bu narsani inson esdan chiqarmaslik kerak. Ya man aznabti kasiran, ey gunohni ko'p qiluvchi inson deyapti. Gunohni ko'p qiluvchi inson, ud ila robbaka faqat aqbala Ramazon. Mana bu yuqorida aytilgan hamma insonga tegishli. Ud ila robbik. Sen Robbingga qayt. Robbingning buyruqlarida bee'tibor bo'lma, namozlarda bee'tibor bo'lma, bomdod namozida bee'tibor bo'lma, Robbingga gunohlarni oshkor qilma. Alloh harom qilgan narsalardan ko'zingni tiy, gunohlarni ozaytir. Ud ila robbik. Ramazon oyi keldi, Robbingga qayt deyapti. Rahmat oyi keldi. Mag'firat, gunohlarni kechiradigan oy keldi. Aytqu minan niron, jahannamdan ozod bo'ladigan kunlar keldi, Ramazon oyi keldi deyapti. An Abi Musa radhiyallohu anhu an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Inna Alloha azza va jalla yabsut yadahu bil-layli yatuba musiyan nahar. Yabsut yadahu bin-nahari yatuba musiyan layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Rawahu Muslim. Muslimdan rivoyat qilingan hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh azza va jalla
o'z qo'lini kechasida yozib turadi dedilar. Qo'lini kechasida yozib turadilar dedi. Liyatuba musiyan nahar kunduzida gunoh qilgan inson tavba qilishlik uchun. Alloh taolo kechasida rahmat eshiklarini, mag'firat eshigini Alloh taolo ochib turadi. Ya'ni Alloh taolo kechasi qo'lini yozib turadi degani, Alloh taolo rahmat, mag'firat eshiklarini Alloh taolo ochib turadi. Kechasida, kunduzida gunoh qilgan inson tavba qilishlik uchun. Va yabsul yadahu bin nahar, va ana shunday Alloh taolo kunduzida qo'lini Alloh taolo yozib turadi. Rahmat, mag'firat eshigini Alloh taolo ochib turadi. Liyatuba musiyal layl, kechasida gunoh qilgan inson tavba qilishlik uchun. Hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, bunday holat hattoki quyosh mag'ribdan chiqqunga qadar. Mana bu hadisdan biz bilishimiz kerakki, Alloh taolo qanchalik darajada mu'min bandalarga Alloh subhanahu va taolo mehribon ekanligini. Alloh subhanahu va taolo bizga imkon beryaptiki, agar inson kunduzida bir gunoh qilib qo'yadigan bo'lsa, Alloh taolo kechasi qo'lini Alloh ochib turaman deyapti. Men seni kechiraman, men seni mag'firat qilaman deyapti Alloh taolo. Agar inson kunduzida gunoh qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechasida Alloh taolo gunohini kechirib yuboraman deyapti. Kunduzi gunoh qilgan inson Alloh kecha Alloh taolo kutib turadi kechasigacha. Kechasida gunoh qilgan insonda Alloh taolo yorug' tushguncha Alloh taolo imkon beradi. Tavba qilarmikin bandam deydi. Alloh taolo shuncha imkoniyat beradi. Faqat bu bir qancha kechalarmi, qancha kechalar? Hadis davomida hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, hattoki quyosh mag'ribdan chiqqunga qadar. Oxirgi qiyomat eng katta alomati quyosh chiqish tarafidan, quyosh botish tarafidan quyosh chiqadi. Hattoki mana shu kungacha Alloh subhanahu va taolo imkon beryapti. Quyosh mag'ribdan, botadigan tarafdan chiqqunga qadar Alloh taolo mana shunday insonga imkoniyat beradi. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni o'zi davomli qilsin. Alloh taolo hammalarimizni muborakli bo'lgan Ramazon oyiga yetkazsin. Alloh taolo hammalarimizni tavvobin, o'ziga tavba qiluvchi insonlardan qilsin.